Erlerning qizil mayka kiyishi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hozir bozorlarda erlarning qizil maykalari bek ko'p. Kiydiganlarmi xali bor. Men erlarning qizil kiyim kiyishi makruh tanzihi deb anglagan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizil to'n kiyganligi to'g'risida hadis bor ekan. Meni so'ramoqchi bo'lganim, erlar qizil kiyim kiyishga bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Insonga faqat tuvandagi kiyimlarni kiyish cheklanadi. Birinchi, erlar ayollarga, ayollar erlarga yoki har ikki jinsdagilar kofirlarga o'xshab oladigan kiyimlar. Ikkinchi, erlar uchun yipak kiyim. Uchinchi, nepiz yoki tar kiyim. To'rtinchi, shuhratga sabab bo'ladigan odatda hech kim kiyib boqmaydigan kiyim. 5. Takabburlik qilib kiydigan kiyimlar. Rang masalasiga kelsak, olimlar oq yoki yeshil kiyimni mustahab deb qaraydi. Qizil bilan boshqa rang aralashgan kiyimni hammaylar cheklamaydi. Biroq boshqa rang aralashmagan qip-qizil kiyimni kiyish masalasida qarashlari o'xshash emas. Ba'zi olimlar bu vaqtdagi qarashlarni 7 yoki 8 ga yetkazgan bo'lsa-mu, asosli qarash 2 deyishga bo'ladi. Hanafi mazhab bilan Hanbali mazhab olimlari qizil kiyim kiyishni makruh deb qaragan bo'lib, bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizil kiyim kiygan to'g'risidagi sahih hadislari bilan qizil kiyim kiyishdan cheklagan hadislarning hammini birga tutib menish uchun ya mubah ya haram demay o'ttirsida makruh deb muvofiqlashtirgan. Lekin cheklagan hadislarni bir-birlab tekshirib, hadisshunoslarning bahosiga qaraydigan bo'lsak, birimiz sahih hadis chiqmaydi. Hammasi zaif. Hadislarning darajasi o'xshashmagan ahvolda sahihni ilib, zaifni qo'yish orqali tarjih qilish muayyanlashadi. Chunki zaif hadis sahih hadisga zid kelgan ahvolda puttirab turolmaydi. Uning ustiga cheklagan hadislarni boshqacha ta'vil qilishmi mumkin. Yana ba'zi olimlar boshqaning aralashmagan qip-qizil kiyimni kiyishni mubah deb qaragan bo'lib, bular bu vaqtda kelgan mubahlikni bildiradigan sahih hadislarga tayinib, buningga zid keladigan cheklagan hadislar zaif bo'lg'achqa uni olmagan. Abu Ishaq rivoyat qiladi-ki, Bara ibn Azib radhiyallohu anhu bundoq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ara bo'y kang yelkilik zot bo'lib, chochlari qo'lqining yumshuqiga tushib turadi. Men Rasulullohni bir qo'r qizil kiyimni ko'rdimki, uningda kelishgan birini ko'rib boqmadim. Imom Navaviy bu hadisda qizil kiyim kiysa joizligiga dalil bor deydi. Abu Juhayfa radhiyallohu anhu so'zlab berganki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni teridan tikilgan qizil chidir ichida ko'rgan edim. Shu chaqda Bilalning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oshgan tahorat suyini olganligini ko'rdim. Ya'ni ko'rdimki, kishilar o tahorat suyini talishib ketyotadi. Kim o suvdan ololsa, o'z badallariga surkaydi. Suvdan nasibi tegmaganlar do'stlarining qo'lidagi o'llikdan bo'lsa-mu yo'qtirib olishadi. Andın Bilalning bir kalta nayzini ilib yerga sanjab qo'yganligini, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning pushqiga turilgan bir yurish qizil kiyim bilan chiqib, nayz tarafga yuzlanib turib, kishilar bilan 2 rakat namoz o'qiganligini ko'rdim. Bu chaqda ko'rdimki, ba'zi odamlar va ulug'lar nayzining o tarafidan o'tib mengishayotdi. Ba'zi olimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiygan kiyimni qip-qizil emas, qizil bilan boshqa rang aralashgan yoki yo'lliq edi deb baqqan bo'lsa-mu, arab tilini yaxshi biladigan sahobaning qizil deb sifatlaganligi uning yo'lliq emas qip-qizilligini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam isrof yoki takabburlik qilmasdan yeb ichinglar, kiyinglar va sadiqa qilinglar degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma senda isrofxo'rlik bilan takabburlikdan iborat 2 illat bo'lib qolmasalar, xoliganini yeb, xoliganini kiyivergan degan. Mubah degan bu qarash Hazrati Ali, Talha, Abdullah ibn Ja'far, Bara radhiyallohu anhular qatorliq bir turkum sahobalarning, shundaqla Said ibn Musayyab, Naxai, Sha'bi va Abu Qilaba qatorliq bir turkum tabiinlarning qarashi bo'lib, Maliki va Shafi'i mazhab olimlari tutgan qarashdir. Imom Ahmaddanmi bir qarashda shundoq kelgan. Dalil jihatdan mushu qarash kuchlik. Imam Ibn Qudama ilgirki sahihayndagi hadislar taxamu sahih ham hukmini ifodalashda taxamu aniq. Yana qizilmi boshqa ranglarga o'xshash bir rangdir degan. Haq Taala aytdi. Aytqinki, Alloh bandalari uchun chiqarib bergan zibu-zinnatlarni kim harom qildi? Araf surasi 32-oyat. Imom Shavkani aytdi. Undaq bo'lgan ekan, sahih hadislarda kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sharkatlari bilan kuchlanib ketadigan aslidagi mubahlik holatida qilish vojibdir. Bo'libmi, Rasulullohning uni Hajatul Vidodan keyin kiyganligi, uningdan keyin faqatla ozg'in vaqt yashaganligi isbotlangan bo'lg'achqa, shundoq qilish muayyanlashadi.
Әмді шәр'i hukm yuqorqi dalillarga asosan mubah bo'lgan bo'lsa-mu, odatda hozirgi zamonimizdagi jamiyatda ma'lum yoshdan halqagan kishilarning qip-qizil kiyim kiyishini odamgarchilikka loyiq ish emas yoki chaqinliq deb qaraydigan o'rib odatni ko'zda tutib, qip-qizil kiyimni kiymagan to'zak. Chunki odatda turmushimizda gunoh bo'lmasa-mu, jamiyatning qarshini ko'zda tutib qilmaydigan nurg'un ishlar bor. Mubah debla hamma ishni qilaverish aqllarning ishi emas. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 194-numurliq fatvo.